Haqiqiy xotira haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar nomli hujjatli filmimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Şinjan 19 asrning oxirlari, 20 asrning boshlarida g'arb arxeologlari qiziqadigan sirliq makonga aylangan. Qashqarning o'zgacha jug'rofiylik muhiti va milliy urf-odatlari g'arblik ekspeditsiyachilarni to'limi qiziqtirgan. 100 yil burungi ekspeditsiya xotirasi nomli hujjatli filmda ayni yili Şinjanga kelgan g'arblik olim va ekspeditsiyachilarning xotirasiga asosan shu chog'dagi Şinjanning ahvoli bayon qilinadi. Bugungi programmamizda Shvetsiyalik olim Gunnar Yaringning bayonlari asosida oldingi asrning boshlaridagi tarixiy shahar Qashqar to'g'risida to'xtalamiz. Tushimga doim Anjan rastlarida manganlarim. Aqtirak yog'cha taqdida yasalgan soyivalarga tushgan quyosh nurlari kirib qoladi. Lekin rasta asta-asta g'uvalishib qorong'ulik qoplaydi. Men tuyuqsizlar qassoblar bozorida paydo bo'lib qolaman. İki tarafdagi do'konlardan ezilib pishgan go'shtning hidi yoki so'ygan qo'ylarning go'shti purab turadi. Rastalar maynat ham tiyilqaq. Men imkoniyatning boricha o'zimni go'shtning puriqidan qochirdim. Esimda qolishcha yerim yo'ruq, yerim tutib, hamma yerga lampalardan quyosh nuri tushib turadigan bir rasta bo'ladigan. Quyosh nuri qiyo tushib turadigan ko'chada o'choqlardan ko'tarilgan islarni ko'ra olasiz. Her xil puraqlarni puriya olaysiz. Dunyoning qayerga boray? Bu puraqlarni purasamla, uni darhol tarixlantira olayman. Qashqarda tekshirishda bo'lgan umrini sharqi diyorida o'tkazgan Gunnar Yaring 1907-yili Shvetsiyada tug'ilgan. Bu chaqda tunji turkumdagi shvetsiyalik din tarqatquvchilarning Qashqarga kelib din tarqatayotganiga 13 yil bo'lgan edi. Yaring 1928-yili Shvetsiyaning Lund universitetini bitirgan hamda nemis va Skandinaviya tillari bo'yicha bakalavrlik unvoni olgan. Keyin Shvetsiyaning tunji avlod turkshunosi Gustav Rakoitning ta'sirida turk tili o'rgangan. U eg'ir besiq, tirishchan bo'lganligi hamda o'rganish tas, istiqboli aniq bo'lmagan bu kasbga qiziqqanligi uchun saboqdoshlari uni turk deyishgan. Uning o'qituvchisi Rakoit burun Şinjangda din tarqatgan. Bu yerning alayda manzarasi o'zgacha urf-odati Rakoitda unutilg'usiz ta'sirlarni paydo qilgan. Uning ta'sirida Yaringmi Uyg'ur tili fonetika tadqiqotiga o'xshash burunqilar noyta oz tanlagan maqola temasini tanlagan hamda sharqqa qarab yo'l olgan. 1929-yili 22 yoshlik Yaring nurg'un musobalarni besib, keng Rossiya zaminini besib, Pamir egizligidan o'tib, Şinjanning janubidagi Qashqar shahriga kelgan. Bu yo'lda Stein, Sevenheddin, Mannerheim qatorliq nurg'un ekspeditsiyachilar, din tarqatuvchilar mangan. Ularning O'rta Osiyoga kelishdagi maqsadiga o'xshamaydigini Yaring o'quvchi. Uning maqsadi maqola mazmunini betish hamda o'qish bitirgandan keyin muqim xizmat tepish uchun edi. Yaringning kaynida cho'ng davlatning qo'llashi yo'q. Hatto uni qo'llaydigan Lund universiteti kutubxonasimi uning material yig'ishi uchun yetarli xarajat bermagan. Shunga O'rta Osiyo safari bakmu jaboliq bo'lgan. Gunnar Yaring bakli yosh edi. Lekin u keldi. 1929-yili 9-oy Qashqarning bir yilidagi eng yaxshi fasli edi. Gunnar Yaringning 1929-yildagi Qashqar ta'sirotlari ichiga shahar sepili. Sepil ichidagi bozor. Bozordagi suv yudib ketayotgan kishilar kirgan. U tarixning ichidan chiqib, shu joydagi Qashqar Ko'ni shahriga kelgan. Ko'ni shahar bugungi Qashqar shahrining markaziga joylashgan. Qashqarning Şinjanning janubiy qismidagi o'rniga o'xshash, ming yillar mobaynida markaziy o'rinda turib kelgan. Yerim yo'ruq, yerim qorong'u Qashqar Ko'ni shahrida vaqt qo'l hunarvanlarning amgiki ostida ming yildan ortiq musofani besib o'tgan. Ko'ni shahrida hunar san'at mohirlari ko'p. Har bir kasbning necha avlod varislari bor. Bu kasb Ko'ni shahrida cho'nqur yildiz topgan. Bu qo'l hunarvanlarning faxrlanishidagi ma'naviy buloq. Qo'l hunarvanlar turmushni yaratgan, turmushdan bahramand bo'lgan.
buyumlardagi har bir harakat 1000 yil takrorlangan. Yusuf Xasajib Qutatqubilik nomli asrda kishilarni qo'l hunar va larga hurmat qilishga da'vat qilgan. Chunki dunyoning zinnati ularga tayinadi. Kishilik hayotdagi mo'jizani ular yaratadi. Har bir inchki emgak ko'rinishida ularning aslimasi ajdodlari bilan zich bog'langan. Bundaq kollektiv mehri shafqat Kona shahrining har bir bo'ling'igacha tarqalgan. Bu Kona shahrining g'oyat zo'r ma'naviy makonini qo'g'daydi. Yüz yil burunqi 1894-yili Shvetsiyadan bir turkum din tarqatuvchilar Qashqarga kelib din tarqatgan. 40 necha yildan keyin ular bu yerdan ayrilganda Qashqarning turmushi, e'tiqodi qilchimi o'zgarmagan. Nurg'un yillardan keyin bu bo'lak tarixni tushunadigan kishilar u yillarni eslaganda hurmat ishida asga oladi. Agar 100 yilni bir palakning bir chaqi desak, Qashqarni palakka taqashgan cho'ng daraxtga o'xshatishga bo'ladi. Bu yerda yashayotgan kishilar uningga ta'alluq. Bu yerdan o'tib ketayotgan kishilar uningdan mehrini uzamaydi. Ajdodlarining iznolari Qashqarning cho'ng kichik ko'chalarida qolgan. Tar ko'chada mang'inimizda xuddi xotira o'zindilari orasida o'zgandek do'qmish-do'qmishlarda tarix bilan do'qurishib qolamiz. Shahar sirtida turib shaharni kuzatganimizda o'zimizning turmushini ko'ra olamiz. Shaharda turganimizda seg'inish ichida yashaymiz. Kona shahar hayotining har bir parcha xotirasi haqiqiy o'zindilar. 19-asrning oxirgi mezgilida g'arbliklarning nazarida Osiyoning kindiki qum bosgan, echilmagan sirliq makon edi. Ular kayni-kaynidan kelganda bu yerda afsonaviy hikoyalar borligi kelgan. Bular bugunga qadar unutilib ketmadi. O'rta Osiyoga munosabatlik nurg'un xotirlarda Qashqarning strategik o'rnining intayin muhimligi tilga olinadi. Bir qism taraflarda hatto tangdoshsiz deb tilga olinadi. Buning ichida Gunnar Yaringning Qashqarga munosabatlik tasviri fuqarolarning nazariga texmi yaqin keladi. Buning bizning yaqinqi 100 yildan buyongi haqiqiy Qashqarni ko'rishimizga yordami bor. 1929-yili Qashqarga kelganimda hozirgi zamondan o'rta asrga qaytgandek bo'ldim. Bu yer xuddi Ming bir kecha filmidagi manzaraga o'xshaydi. Bu yerda avtomobil yo'q, motosikletmi yo'q, hatto velosipedni uchirtib baxmadim. Bozorning atrofidagi qorong'u tor ko'chalarni yo'ritadigan chiroq yo'q. Qashqarda gazet yo'q. Kitobmi besilmaydi. Xat kitob ko'chirdiganlar badashqan qurib o'ltirib, arab yoziqida qo'l yozmani ko'chirib o'ltiradi. Boyaqchi bir tutam yipni to'qmoqqa ilib, bir qavatlik uyning seg'iz to'pi o'g'zisiga osdi. Ular raqni qizil, seriq, ko'k va binafsha ranglarda bo'yaydi. Bu ochiq ranglar yana ularning kiyimlarida aks etadi. Uzun o'tmay Gunnar Yaring Qashqarga kelgan nurg'un ekspeditsiyachilarga o'xshash Qashqarga bo'lgan tunji ta'sirotida o'zining bu zaminga bo'lgan belgilik hurmatini ifodalagan. Qashqarning garchi moddiy madaniyat jihatdan sirt bilan bo'lgan farqi intayin cho'ng bo'lsa-mu, mayli siz bu yerdan o'tib ketayotgan odam bo'ling, Kona shahridagi kishilarning turmushga bo'lgan e'tiqodidan illiq tuyg'uni his qila olasiz. Qashqar Kona shahrida vaqtning e'tibori yo'q. Vaqt kishilarning turmushiga bo'ysunadi. Yüz yil mobaynida mayli qaysi davrda bu Kona shahriga kirmang, turmush ritmi o'zgarmagan. Bu manzarlarni ko'rganda Kona shahri bilan tang tarix ichida yashaysiz.
oldu. Töttü güzelmek buluşunu kümlettirey. İbret dinli bu dostumla ahvalıydı. Erdem bak doğrusu da sözlettirey. İbret dinli bu dostumla ahvalıydı. Erdem bak doğrusu da sözlettirey. Dostum sağlıklı girip bir yaş yaştı. Cimri haktan ağzıda bu bedavaştı. Girip gittim eskilerinin arkasıyla. Hepsi eski bulguludun cansı oldu. Girip gitti eskilerinin arkasıyla. Hepsi eski bulguludun eden kası oldu. Kası oldu, kası oldu, kası oldu. Abinin mürşidin kası oldu. Edebakla baksıda kaçtı. Beyrancıkla kutsidin kası oldu. El nəğməçilərinin sorunu Qashqarliklər ən yaxtırdıgan el içi sənət türlərindən biri. O neçə yüz yil mabeyində davamlaşıb gəlgan. Ularning naqsh tekstlari shundaq tuz. Hamma yerda anglag'ili bo'ladi. Do'konlarda ota-bolaning yoki usta shogirdning dialoglarini kishilar nag'ma qilib aytishning xam materiali qiladi. Ma qo'ltiq chiqqan qog'ozmi yoki latimi? Lata. Qog'ozdan 100 paxtalda paxta chiqib. Ma zig'ziq teshib chiqamda. Ya. Batishning oldi to'jab ketmaydi. Oldi to'jab ketmaydi, yoqoyan to'jab ketmaydi. Ikki yosh ishqoldan qo'yan yanchdan keltirib atadi. Endi qo'yan yanch qatmoqchiman. Ularning naqshlarining ko'pinchisida gap anglamaydigan shogirdning astoydil ustaga uchrab, keyincha asta-asta durust yo'lda mang'anliqidek mazmun bor. Appa hocamninki şirkin mavada. Muş o çoğadısı muş Appa hocamninki tarihi qanchalik olgan bo'lsa shu vaqtida yasalgan narsa ekan. Shu vaqtida mı bizden atabimiz şunu işletdi. Bu öy bu. Öy deganni ekilib her yazıga o'zgartirishga bo'lmaydi. Şuna bundan keyin mani o'ylanchiq deb o'ynasanglar bo'lmaydi buni. Hünərni qılıdı ekanlar keçisi o'ylab her qanday hünərni mush shundan elib qilgan hünərini yana hozir men hünərni qilibdim. Bu to'g'ri bo'ldi meniki demay shuni texmi taraqqiy qildirish. Manda ishlagan vaqtida to'g'ri bo'ladi. Nəğmə aytadiganlar Koni shahrini tafsiliy kuzatuvchilardir. Ular axloq fazilat tarqitadi. Shundaqla doim nasihat xarakterlik hikoyalarni nəğmə qilib aytib, kishilarning harakatiga chek qo'yadi. Har bir odamni boshqalar hurmatligidek bo'lishga undaydi. Koni shahrining axloq tartiblari mana mushundaq davomlashib kelgan. Başqalar hürmetlaydigan odam bo'lish Koni shahrining cho'ng-kichik ko'chalarida usta shogird munosabatida ifodalanadi. Bu Koni shahrida odamlar orasidagi munosabatning eng iliq bir tarafi. Usta shogird bo'lsa, odam umrida o'zini beg'ishlaydigan o'rinni topolgan bo'ladi. Koni shahridagi kishilik munosabat mana mushundaq davomlashadi. Mava ishiga chirib qolgan ta. Mani ayrim ilib, mani o'ttirga olsang andin ben başlaşırdım abi. Hazır bir şey kamera bana. Bana ta. Manınki yanlışlıkla doğru gelmeydi. Muştaldım birine ekilip. Ben erdetlem çıkara. Tesne. Ha şu yani. Öyle. Mana meşu ottağızı peske ekilip lan. Mana asan, mana öyle masışıp gitti. Bana. Hani mavani lan koyap lan mücadele. Bundan çıkarıp. Mavani lan mana tuluşkunu kılıversem. Hem yani demeyse buna da kilidağın nuskisi çırayla konmasa bu da iş yaxşı bulmaydı bununla. Ko'rinishi oddiy Qashqar Koni shahrining uylari kishiga rohat beg'ishlaydi. Bir oila kishilar bir yerga jam bo'lib, mundishib, shodlikqa cho'madi. Koni uylarning o'ygisiga yana bir qavat ham ko'p qavatli uylarni selib,
cho'ng bir jamoat kishilari bir ho'ylada tura oladi. Urush, din qatorliq nurg'un omillarning ta'siridan Qashqarning madaniyati atrofdagi rayonlarnikidan ko'rinarli oqida qolgan. Yog'ochchilar kollektivi Qashqarning nurg'un davrlarida bu joyning madaniyatini qo'g'dab, rivojlantirib kelgan. Qashqar tarixida hunarvanlarning ijodkorligi har bir kunga yangicha tus qo'shib keldi. She'rlarda Kona shahrining osmoni xuddi kulolchining qo'lidagi kulol g'altikidek kech-kunduz to'xtamay aylandi. Dunyodagi barliq mavjudotlar bu joydan, bu do'kondan chiqqandek ko'rinadi deb madhiyalanadi. Arab tili bilim, hindi tili shakar, fors tili tuz, turk tili san'atga o'xshaydi. Qashqarga madaniyat til mujassamlangan. Gonlar yaring bozorni arlab, yangi ham hayotiy kuchga to'lgan tillarni anglab turgan. Uning kitobida yozilgan bozor to'g'risidagi tasvir so'zlardan uning bu mezgilda bozorni aylanib yurgan vaqtining Qashqarda turgan vaqtidan uzun ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bozorga Uyg'urlarning mehr-muhabbati mujassamlangan. Gonlar yaringning kitobidagi tasvirlardan qaraganda Qashqar bozorining hozirmi shundoq obodligini belgilab bo'ladi. Bu joyning bozorini, mushu bozorlar orqali shakllangan turmushni hech kim tasvirlab boqmagan. Bozorning ichki cheti do'kon. Do'kon xo'jayinlari gilam ustida badashqon qurib, xaridorlarni kutadi. Bu noyta jimjit, kishiga orom beradigan joy. Biroq savdo bir qitimdala bitadigan joy emas. Ularning xaridor chaqirishi hojatsiz. Xaridorlarni chaqirish ko'chalardagi muqim yoyma o'rni yo'q yoymachilarning imtiyozi. Qashqar bozorida mollarning bahosi muqim emas. Ular xaridorlarga bir qarabla, ko'nglida xaridorning iqtisodiy kelish manbasini mo'ljallayoladi. Ularning aldinadigan, aldanmaydiganligini dang'sab boqadi. Buning bilan dastlabki bahoni chiqaradi. Orqadan baho talishadi. Bu sodilishgan ikki tarafni tadrijiy ruhlantiradigan bir xil san'at shakli. Yemeklik bozorining o'rni alohida bo'lib, bu yerda aslari oddiy, xilma-xil oshxonalar va usti ochiq oshpozonlar bor edi. 分小食谈。 Yana mana 2 man, 2 man, 3 man, 4 man, ayni man, 4 man, 5 man, 6 man, 7 man, 8 man. Demak, biz shu ko'chirdik. Siz yemeklik bozoridan tayyor yemeklik setib ola olasiz. Ustamlarning mazzilik, yeyishlik forumlari, to'nirga esib pishirilgan go'sht, kesib parchalangan go'sht, guruch ishi va mazzilik pololarga, ta'mli go'shtnonlarga eg'iz tega olasiz. Ish qilib nima yegingiz kelsa shuni yeya olasiz. Bir necha yildan keyin Gonlar yaring Qashqar bozoridagi unutilg'usiz kunlarni esladi. U kishi Qashqar dili bo'ladi ekan, bozor yeni dili bo'ladi deb o'ylaydi. U yer butun kunlik ommaviy bolalar bog'chisi. Yulduz darajalik yashamxona sanatoriyasi xalqaro agentligining xabarlar markazi. U yerda baho talashish odatlikcha ish.
o'zaro tillashish bo'lsa, ochiqini chiqarib bilishning usuli. Hamma narsa shunchalik aniq ham oshkora. Bazar xos bozorli bo'pli qolmasdan mo'l mazmunga ega. Uyg'urlar orasida atang bozor, anang bozor deydigan maqol tamsil bor. Bozor uzoq yillik tajribalardan shakllangan o'rib-odat dunyosining javhiri. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'rguningizga rahmat. Kelarki sonliq programmamizda 100 yil ilgirki ekspeditsiya xotirasi nomli hujjatli filmning Koni shahar aslimilari degan qismini davomli ko'rgaysizlar. Xayr xo'sh.